Talassemiya, irsiy qon kasalliklari haqida ochiq suhbat. Qon hayot demakdir. U har bir hujayramizga kislorod olib boradi. Tanani ozuqa bilan ta'minlaydi, hayotni davom ettiradi. Ammo ba'zan qon bilan bog'liq muammolar inson taqdiriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday kasalliklardan biri talassemiya. Bu nom ko'pchilikka begona tuyulishi mumkin, lekin uni bilish sog'lom farzand, sog'lom oila va sog'lom jamiyat uchun juda muhim. Mazkur video qo'llanmada talassemiya haqida eng asosiy ma'lumotlarni ommabop usulda tushuntiramiz. Talassemiya nima? Talassemiya irsiy qon kasalligi bo'lib, u gemoglobin hosil bo'lishining buzilishi bilan bog'liq. Gemoglobin qon tarkibidagi muhim modda bo'lib, kislorodni butun tanamiz bo'ylab tarqatadi. Talassemiyada esa gemoglobin yetarlicha ishlab chiqilmaydi. Qizil qon tanachalari tez parchalanadi. Organizm kislorod yetishmovchiligini his qiladi. Natijada inson doimiy holsizlik, kamqonlik va boshqa asoratlarga duch keladi. Talassemiya qanday paydo bo'ladi? Talassemiya yuqumli kasallik emas. U irsiy yo'l bilan ota-onadan bolaga o'tadi. Agar ota ham, ona ham talassemiya geni tashuvchisi bo'lsa, bolada kasallik og'ir shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda ota-ona o'zini sog'lom deb hisoblaydi, chunki ular faqat tashuvchi bo'ladi. Ammo ikki tashuvchi oila qurganda xavf yuzaga keladi. Shuning uchun nikohdan oldin tibbiy ko'rik va genetik maslahat juda muhim. Talassemiyaning turlari. O'rtacha shakli, kamqonlik, charchoq, immunitet pasayishi kuzatiladi. Og'ir shakli, bolalikdanoq qon quyishga muhtojlik, jigar va yurakka zarar, o'sishda ortda qolish kabi muammolar paydo bo'ladi. Belgilar va ogohlantiruvchi alomatlar. Asosiy belgilari tez charchash, rang pariqlik, nafas qisishi, bosh aylanishi, bolalarda o'sishning sekinlashishi, og'ir hollarda yuz suyaklarida o'zgarish, jigar va taloq kattalashishi, tez kasallanish kuzatiladi. Bu belgilarni inkor etmaslik, o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish muhim. Talassemiya qanday aniqlanadi? Talassemiyani aniqlash uchun qon tahlili va maxsus genetik tekshiruvlar o'tkaziladi. Bugun tibbiyot imkoniyatlari orqali hatto tug'ilmasdan oldin ham kasallik xavfini aniqlash mumkin. Erta tashxis og'ir asoratlarni oldini olib, bola hayotini saqlab qoladi hamda oilaga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Davolash va nazorat. Talassemiyani to'liq yo'q qilib yuborish qiyin, ammo uni nazorat qilish mumkin. Asosiy usullar muntazam qon quyish, ortiqcha temir yig'ilib qolmasligi uchun maxsus dorilar berish, vitaminlar va maxsus parhezlarga rioya qilishdan iborat. To'g'ri davolash bilan inson barcha qatori o'qiydi, mehnat qilib jamiyatda faol bo'ladi. Talassemiya bilan qanday yashash mumkin? Talassemiya hayot tugadi degani emas. Muhim qoidalarga, ya'ni shifokor nazorati, o'z vaqtida davolanish, ruhiy barqarorlikka amal qilish lozim. Shuningdek, yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi juda muhim. Bolani cheklash emas, to'g'ri yo'naltirish kerak. Ota-onalar va yoshlar uchun ogohlik. Talassemiyaga qarshi kurashish davolashdan ham oldin bilimdan boshlanadi. Nikohdan oldin tibbiy ko'rik, sog'lom oila, sog'lom farzand va sog'lom jamiyat kafolatidir. Jamiyat va mas'uliyat. Talassemiya faqat tibbiy muammo emas, balki ijtimoiy mas'uliyat hamdir. Kamsitish emas, tushunish, beparvolik emas, yordam. Shundagina jamiyat kuchli bo'ladi. Talassemiya haqida bilish hayotni saqlash demakdir. Bilim eng kuchli himoya, ogohlik eng to'g'ri yo'l. Sog'lom oila, sog'lom jamiyat poydevoridir.